Assalomu alaykum barchaga. Bugungi ona tili darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ko'chim va uning turlarini o'rganamiz. O'zi ko'chim nima? Ko'chim bu so'zning o'z ma'nosidan boshqa ma'nolarda qo'llash hodisasi. Ya'ni bironta so'zni ko'chma ma'noda qo'llash. Ko'chimlar ma'lum bir asoslarga ko'ra yuzaga chiqadi va ular quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchisi metafora, metonimiya, sinekduha, vazifadoshlik, kinoya va tagma'no. Birinchi bo'lib metaforadan boshlaymiz. Demak, metafora bir so'z ifodalagan narsa, hodisa, harakatning boshqa bir so'z ifodalagan narsa, hodisa, harakatga o'xshashligi asosida so'zning ma'nosini ko'chishi. Ya'ni, misollarga qaraydigan bo'lsak, masalan, a, aytmoqchimanki, bu yerda ma'no ko'chadi, ya'ni so'zlarni ma'nosi ko'chadi va ular o'xshashlik asosida. Masalan, narsa, hodisa, harakatni bir-biriga o'xshashligi asosida ma'no ko'chadi. Masalan, metafora quyidagi turlarga ega: shakliy o'xshashlik. Masalan, odamning qulog'i, qozonning qulog'i. Bu yerda o'sha metafora o'xshashlik asosida ko'chadi. Demak, so'zlarning o'sha bir xususiyat o'xshashligi yoki harakatni o'xshashligi, joyni yoki shakliy o'xshashlik asosida haligi ma'no ko'chadi. Endi birinchi bo'lib shakliy o'xshashlikni ko'radigan bo'lsak, odamning qulog'i bu o'zini ma'nosida, to'g'rimi? Lekin qozonning qulog'i desak, bu ko'chma ma'noda va bu metafora hisoblanadi. Nima sababdan? Chunki birinchidan qozonni qulog'i bo'lmaydi, odamnikiga o'xshab. Qozonni tutqichi bo'ladi. Lekin bu yerda qozonni tutqichini shakli odamni qulog'ini shakliga o'xshashligi uchun bu yerda qozonning qulog'i deb ma'no ko'chyapti va o'xshashlik asosida ko'chganligi uchun ham metafora hisoblanadi. Keyingisi xususiyat o'xshashligi. Masalan, issiq havo desak, o'zini ma'nosida tushunamiz, haqiqatdan issiq havo. Lekin istarasi issiq desak, istara ya'ni yuz hech qachon issiq bo'lolmaydi. Shunchaki bu ko'chma ma'noda istarasi issiq. Bu yerda xususiyat o'xshashligi kelyapti yoki bo'lmasam achchiq taom deydigan bo'lsak, o'z ma'nosida kelyapti. Haqiqatdan ham achchiq, yesangiz bir achchiq taom. Lekin achchiq gap bo'lsa, bu ko'chma ma'no, metafora hisoblanadi. Nima sababdan desak, birinchi, gap achchiq bo'lmaydi. Shunchaki bu ko'chma ma'noda qo'llanilyapti. Achchiq gap degani o'sha qattiq ko'nglingizga tegadigan, ko'ngilni yaralay oladigan gap bu achchiq gap bo'ladi. Lekin aslini olganda gap hech qachon achchiq bo'lmaydi. Bu ko'chma ma'noda, ya'ni xususiyat o'xshashligi. Shuning uchun ham metafora hisoblanadi. Yoki harakat o'xshashligi. Masalan, igna sanchildi desak, haqiqatdan ham biron yerga igna sanchildi deymiz. Lekin gapi yuragiga sanchildi deydigan bo'lsak, hech qachon gap yurakka sanchila olmaydi. Bu yerda harakatni o'xshashligi metafora bo'lyapti yoki ipni uzdi, haqiqatdan ham ipni uzdi, lekin qarzni uzdi deydigan bo'lsak, qarzni, masalan, ipga o'xshab uzib bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunchaki bu harakat o'xshashligi. Harakat o'xshaganligi uchun ham ya'ni ipni uzgandek qarzni ham tugatsangiz, ya'ni uzolsangiz, o'sha narsa harakat o'xshashligi bo'lyapti. Yoki odam yurdi deydigan bo'lsak, haqiqatdan ham odam yurishini tushunamiz, lekin ish yurdi deydigan bo'lsak, bu ko'chma ma'noda metafora hisoblanadi. Chunki ish ham, masalan, odam yurdi deydigan bo'lsak, ish yurdi degani, masalan, ish muvaffaqiyatli bo'lyapti deyish mumkin, to'g'rimi? Ish yurdi degani, o'sha samarali ish bo'lyapti deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Bu yerda ish hech qachon o'zini oyog'i yo'q, ish hech qachon o'zi yura olmaydi. Bu yerda harakatni o'xshashligi uchun, ya'ni odam yurdi, odam yursa ham bir, nima deydi, harakat yuzaga keladi, o'sish yuzaga keladi. Ish yurdi bo'lsa ham, ish yurganda ham bir o'sish yuzaga keladi. Shuning uchun ikkalasida ham harakat o'xshashligi va bu metafora hisoblanadi. Joy o'xshashligi. Masalan, insonning beli deydigan bo'lsak, insonning beli, haqiqatdan ham biz insonni belini tushunamiz, lekin, endi qarang, insonni beli qayerda joylashgan? O'rtada joylashgan, to'g'rimi? O'sha tanani o'rtasida joylashgan. Endi gapni beli bo'lmaydi, to'g'rimi? Gapning beli deydigan bo'lsak, gapni beli bo'lmaydi. Lekin gapni beliga tepding deydigan bo'lsak, bu yerda o'sha gapni o'rtasida sen xalaqit berding degan ma'noni beradi. Bu yerda asli gapni beli bo'lmaydi. Shunchaki joyi o'xshaganligi uchun ma'no ko'chyapti.
yoki ko'ylakning etagi. Haqiqatan ham ko'ylakning etagi bo'ladi, lekin uyning etagichi. Uyning etagi bo'lmaydi. Chunki u ko'ylak emasda, uyning etagi bo'lmaydi. Bu ma'no kuchi, ya'ni uyning, nima deydi, quyi qismi deydigan bo'lsak, a, uyning quyi qismi degan ma'noni beradi bu yerda etagi so'zi. Bu yerda joy, ya'ni, etak qayerda joylashgan? Eng pasti, oyog'imizda pastda joylashgan, to'g'rimi? Shuning uchun ham uyni quyi qismi ham qayerda joylashgan? Pastda joylashgan. Shuning uchun ham joy o'xshashligi, joy o'xshaganligi uchun etagi so'zi ko'chyapti. Endi metonima keyingi ko'chim turi. Makon va zamonda bir so'zning boshqa so'zga doimiy aloqador bo'lganligi natijasida ma'no ko'chishi metonima deyiladi. Ya'ni o'sha qadim-qadimlardan beri o'sha so'z ikkalasi bir-biri bilan birga ishlatavergandan o'sha ikkita so'zni bittasini tushirib qoldirsak ham o'sha ma'noni boshqa odamlar tushunaveradi. Masalan, biz Afsonalar vodiysiga sayrga bordik. Asli bu gap biz Afsonalar vodiysi bog'iga sayrga bordik bo'lishi kerak. Lekin o'sha qadim-qadimdan o'sha Afsonalar vodiysi bog'i deb qaytarilavergani uchun, hamma o'shani bilganligi uchun biz bog'i so'zini tushirib qoldirsak ham boshqalar o'sha ma'noni tushunaveradi. Yoki Chorsuda odamlar gavjum. Chorsu bozorida odamlar gavjum bo'lishi kerak asli. Lekin o'sha qadim-qadim zamondan Chorsu bozor deb birga, ya'ni birga kelaverganligi uchun va hamma Chorsuni bozorligini bilganligi uchun Chorsuda odamlar gavjum deb bozorni tushirib qoldirsangiz ham ular o'sha bir xil siz aytmoqchi bo'lgan ma'noni tushunaveradi. Yoki dasturxonga qaranglar deydigan bo'lsak, dasturxondagi noz-ne'matlarga qaranglar bo'lishi kerak edi aslini olganda. Lekin o'zi dasturxon bilan noz-ne'mat har doim bir-biri bilan yaqin yurganligi uchun biz noz-ne'matlarni tushirib qoldirib, dasturxonga qaranglar deydigan bo'lsak ham, bu boshqalar o'sha noz-ne'matni tushunaveradi. Mana shu metonimiya hisoblanadi. Yoki mana va keyingi misolimiz ham ko'p uchraydi. Oybekni ko'p o'qiyman. Oybek bu insonni ismi. Insonni qanday qilib o'qib bo'ladi? Ya'ni Oybekning kitobini ko'p o'qiyman bo'lishi kerak edi. Lekin Oybekni yozuvchi ekanligini hamma bilganligi uchun ham, har doim Oybekning kitoblari yoki asarlari bir-biriga yaqin yurganligi uchun ham asar yoki kitob so'zini tushirib qoldirsak ham bir xil ma'no chiqaveradi. Oybekni ko'p o'qiyman. Sinekdoha keyingi ko'chim turi. Sinekdoha bu bir-biriga tegishli bo'lgan narsa va tushunchalarni birgalikda anglash asosidagi ma'no ko'chishi sinekdoha deyiladi. Masalan, har doim bir-biri bilan birga yuradigan, bir-biriga doim o'sha tegishli bo'lgan so'zlarni, a, anglash ya'ni doim birgalikda anglash ma'no ko'chishi sinekdoha deyiladi. Masalan, aytaylik, bu sinekdohani ikki xil turi bor. Butunning nomini aytganda unga tegishli qism ma'nosini tushunish yoki qismni nomini aytganda unga tegishli butunlikning nomini tushunish. Endi birinchi turini ko'ramiz. Butunlik nomini aytganda unga tegishli qism ma'nosini tushunish. Masalan, qo'l bilan barmoq har doim birga yuradi, to'g'rimi? Ya'ni qo'limizga barmog'imiz tegishli, to'g'rimi? Ya'ni qo'limizga har doim barmog'imiz tegishli, ajratib bo'lmaydi. Endi 5 qo'l barobar deydigan bo'lsak, insonda 5 qo'l bormi? Qo'l degani bu yelkadan boshlanadi. Qo'l yelkadan boshlangan tana a'zoyimiz. Endi insonni 5 ta qo'li bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? 5 qo'l barobar emas deganda bu yerda 5 ta barmoq nazarda tutilyapti. Ya'ni butunning nomini aytish orqali qism ma'nosi anglashilyapti. Yoki qo'limni kesdim deydigan bo'lsak, qo'l yelkadan boshlansa, yelkadan bu qo'lni kesolmaydi. Aslida barmog'imni kesdim bo'lishi kerak. Lekin barmoq bilan qo'l bir-biriga tegishli bo'lganligi uchun ham qo'limni kesdim deb butunni nomini aytsak ham boshqa insonlar barmoqni tushunaverishadi. Shu sinekdohani birinchi turi. Endi ikkinchi turi qismni nomini aytish orqali tegishli butunlikning nomini tushunish. Masalan, tirnoqqa zor deydigan bo'lsak, asli bu yerda farzandga zor bo'lishi kerak. Lekin tirnoq bilan farzand, ya'ni farzandda tirnoq bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ya'ni o'sha farzandning bir tana a'zosini aytish orqali butunlikni biz nazarda tutyapmiz. Mana shu sinekdohaning ikkinchi turi. Yoki juft ko'zlar deydigan bo'lsak, bu inson ma'nosini beradi. Juft ko'zlar insonda bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni
O'sha juft ko'zlar insonga tegishli. Shuning uchun ham, ya'ni qismni nomini aytish orqali butunlikni nazarda tutilyapti. Shu sinekdo'g'a hisoblanadi. Kinoya keyingi ko'chim turi. So'z ma'nolarini ataylabdan teskari tushunish. Og'zaki nutqda kinoya kesatiq, piching ohanglari bilan yuzaga chiqadi. Yozuvda kinoya bo'lgan so'z qo'sh tirnoq ichiga olinadi. Masalan, "Buncha shirin gapirasan" desak, shirinni biz teskari tushunadigan bo'lsak, a, teskari tushunadigan bo'lsak, "Buncha zaharsan" deganida endi. Masalan, aytaylik, judayam bir masalan, "Buncha shirin gapirasan" deb kesatiq bilan, og'zaki nutqda kesatiq bilan gapirsak, shu ham ya'ni bu yerdagi shirin degan so'z kinoya hisoblanadi. Yoki yozuvda yozuvda biz shu shirin so'zni qo'sh tirnoqqa olib qo'yishimiz kerak, kinoya bo'lgan so'zni. Demak, o'sha kinoya ataylabdan kesatiq bilan gapirish, o'sha so'z ma'nosini ataylabdan teskari qilib aytish, kesatiq qilish uchun. Vazifadoshlik keyingi ko'chim turi. Narsalarning bajaradigan vazifalari o'xshashligi asosida bir so'zning boshqa so'z o'rniga ko'chishi. Masalan, daraxtning tomiri deydigan bo'lsak, daraxtni tomirini vazifasi bu o'sha yerdan suvni olib, barglarga, o'sha daraxtning tanasiga suvni yetkazib berish va daraxtni tirik saqlab qolish. Endi insonning tomirichi? Insonning tomirida bu yerda tomir ko'chgan vazifadosh, ya'ni vazifalari o'xshashligi asosida ko'chgan. Ya'ni insonning tomiri ham nima qiladi? Insonning tomiri ham insonga qon ta'minlab beradi. Qonni yurishini ta'minlab beradi va insonni shu tomirlar tirik saqlaydi. Yoki odamning oyog'i deydigan bo'lsak, bu yerda odamning oyog'i insonni turishiga yordam beradi. Uning vazifasi, oyoqni vazifasi odamni turishiga yordam berish. Stulning oyog'i ham endi bu yerda stulning oyog'idagi oyoq so'zi vazifa o'xshashligi asosida ko'chgan. Chunki stulga ham uning oyoqlari turishiga yordam beradi. Uyning eshigi deydigan bo'lsak, haqiqatan ham eshikni tushunamiz. Ya'ni biron bir uyga kirish uchun ishlatiladigan buyum. Endi mashinaning eshigi deydigan bo'lsak, bu yerda ma'no ko'chgan, eshik so'zining ma'nosi ko'chgan. Masalan, eshik so'zini ma'nosi ko'chgan, ya'ni mashinaga kirish uchun ham siz eshikdan foydalanasiz. Shuning uchun ham ikkalasining vazifasi bir-biriga o'xshashligi uchun, ya'ni bir xil vazifani bajarganligi uchun eshik so'zi bu yerda ma'no ko'chgan. Vazifa o'xshashligi asosida. Endi keyingisi tag ma'no, oxirgi ko'chim turi. Ko'pincha gapni ichida yuzaga chiqadi. Buni endi judayam kam, testlarda ham judayam kam uchraydi tag ma'no. Shuni gapni o'zida yuzaga chiqadi. Kinoya bitta so'zni o'zida yuzaga chiqardi. Endi tag ma'no ko'pincha gapni ichida yuzaga chiqadi. Ya'ni bitta gap aytasiz, uni tinglovchi o'zi ma'nosini bunday chiqarib olishi kerak. Masalan, "Yana ko'proq qolib ketmabsiz-da" deydigan bo'lsa, bu tag ma'no hisoblanadi. Asli aytmoqchiki, "Tezroq kelsang bo'lmasmidi" demoqchi. Endi "Yana ko'proq qolib ketmabsiz-da" deydigan bo'lsa, bu tag ma'no, ya'ni teskari qilib aytilgan narsa bu ham. Va shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.